ulug' yillarning hikoyasi bor. Goh baxt, goh ishq afsonasi bor. Buni hayot derlar, bunda insonning goh zarbi, gohida himoyasi bor. Mehribon insonning, yaxshi insonning qadrdoni ko'pdir, ulfati ko'pdir. Bir-biridan aziz farzandlari shirin nabinadek parvonasi bor. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Onamni baxtiyor qildingiz dada, qizu o'g'illarga panoh bo'ldingiz. Otang kim desalar sevinaman-da, sizni o'g'lingizman, sizni o'g'lingiz. Mana oila bor har birimizda, nabira chevara qurshovidasiz. Biz sizdan o'rgandik yashashni ota, doim mehrimizning qurshovidasiz. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. 50 yil bu hali 60ning boshi, oldinda turibdi 70ning oshi. Alloh marhamatin ayamasin hech, 100ga kirib yuring oila boshi. Kimdir to'y boshlasa boshida turib, kimdir muhtoj bo'lsa kamin to'ldirib. Mehribon bo'ldingiz qarindoshlarga, duolar oldingiz ehsonlar tilib. Yana şu 50 yılda yana şu kutunuzlar, bana çakalını uzun görünüzler, bayramlar mübarek olsun. Yaxshi niyatlarga bersin ijobat, sizni har ko'chada kutaversin baxt. Bugungi chiroyli 50 yilgacha mana kim bor kim yo'q degan gap to'g'ri. Mana 50 yildan beri bir-birimizni necha marta ko'rdik. Ko'rmagan sinfdoshlarimiz ham bor. Ular ham sog' bo'lsin. Bugungi mana 50 yillik bayramingiz bilan hammadan tabriklayman. Chaqalaringiz bilan, nevara-evaralaringiz bilan, umr yo'ldoshlaringiz bilan, ahli oilangiz bilan hammani sog' salomat bo'linglar. Yasha. Endi yanagi yil yana shu. Xudo xolasa. 60 yilliklarga. Undan ham boshqa yillarga Xudoyim nasib qilsin. Nasib qilsin. Xudoyim nasib qilsin. Bir-birimizni ko'rishga nasib qilsin Alloh taolo. Shunday bo'lsin. kun muborakdir, muborak vaqtlarda yuring hamma vaqt. Bugungi chiroyli
bugün mübarektir. Mübarek vaktlerde yüreğin kanla vakt. Yaşa sen. Yaşa Uka.